sodda onasi bor, insonlari bor, shularga yetkazib qo'yasizlar. Onamni qarang, ajoyib bir sodda, bir ochiq ko'ngil, yangi ko'ylak oluvdi qarang. Haligini ko'chaga kiyib chiqarib uyalib yuruvdi. Yangi ko'ylak kiysa hamma qarayotgan o'xshab beradi deb uyalyapti. Uyga 1-2 kun kiyibdi uni. Kiyib kirgan ekan, bitta yuvdirgizib, endi ko'chaga kiyib chiqyapti. Shunaqa soddasi bor, sodda onasi bor, do'stlarimizga yetkazib qo'yasizlar. Telefonni ham bilmaydi. Yaqinda bir inson onamni so'rab telefon qilgan edi. Telefonni bersam, gaplash bo'lib yugurib shosha-pisha yonimga kelyapti. Bolam puling ketmasin, o'chirib qo'y dedi. Sensiz telefonni, oddiy telefonni ham ishlata olmaydi, telefon qo'liga tushamaydi. Puli bor, pensiyasi bor, hamma yo'q o'ziga yetarli. Tilli taqinchoqlar olmaydi. Yaqinda bir umralarga borib keling, hamma boryapti, endi siz ham boring deb shunaqa degan edim. Yo'q, men bormayman deyapti. Nimaga bormaysiz desam, bolam senlarda xarajatli ishlaring chiqib qolsa, biron bir hali pul kerak bo'lib qolgan ishlaring bo'lsa, o'sha to'plagan pulimdan senlarga yordam beraman. Umraga keyin borarman deyapti. O'zi asli 64 yoshida. Yoshi 64 yoshda. Nima demoqchiman? Soddagina onam bor, soddagina otam bor. Shulardan ayrilishdan qo'rqamiz. Sababi bizga bir haligi yaxshi yomon bir gap olib bermadi ko'chada. Masalan, palonchini bor, monandaqa bir ayolni bolasi bo'lar, shallaq ayolni bolasi bo'lar demayapti birov bizga. Yo otasi bir hali piyanista, bir shunaqa bir haligi yomon odam demayapti-da birov. Shunaqa bir hali sodda, yaxshi insonni bolalarimiz halol pul bilan katta qildi, halol ishlab, peshona teri bilan. Bular shunaqa bo'lganligi uchun bularga nisbatan mehrimiz bor. Yaxshi ko'ramiz. O'sha narsa qilib bermagandir, lekin eng qimmatbaho narsani bizga berdi. Allohga shukr. Xudoda tanitib qo'ydi. Aqlimizni tanitib qo'ydi. O'zimizga yaxshi aql xushlik qilib tarbiyalab qo'ydi. Shuni o'zi bizga bergan eng katta yordami shu. Sodda onasi bor, akalarimizga, do'stlarimizga jo'natib qo'yasizlar. Onalarimizga hamisha e'tiborda bo'laylik. Hamisha ularning holidan xabar olaylik. Yaqinda bir doktor do'stim bor, shu do'stim aytib qoldi. Onalar deydi, ayollarda deyapti, 40 yoshidan o'tishi bilan deyapti, vaqti bemahal doktorga ko'rsatib turish kerak. Otangizni erkak kishini 50 yoshidan kelgan. Shu albatta bir hali dalinasi osilib, yiqilib tushganda doktor chaqirmasdan goh-gohida bir doktorda tekshiruv ko'rikdan o'tib tursa sog'lom bo'ladi. Umri uzoq bo'ladi. Ancha-muncha shunaqalardan xabar olib tur do'stim deb menga aytgan edi. Bir shifokor, bir doktor do'stim bor. Yaxshi maslahat berdi. Buni sizlarga ham aytib qo'ymoqchiman. Sog' salomat bo'lsa ham bir doktorlarni ko'rin.